ko'pchilik nimalar aytadi? Hammamiz bilamiz. Ayol tug'ruqdan keyin 40 kun chilla saqlash kerak. Mana shuni tibbiy qanaqadir asosi bormi? Albatta, chunki homila ayol tug'ayotgan paytida tos suyakning ichidan farzand o'tadi. Agar tos suyagining diametri yetishmasa, mana bu old tarafida tos suyak olti qo'l suyagi degan bor, ana shu o'rtasida tog'ayi bo'ladi. Shu tos ochiladi. Ochilib farzand bemalol chiqib ketadi. Bu ham yaratganning qudrati. Endi demak, homilador ayolda shunday gormonlar chiqadi, mana shu yerni bo'shashtirib qo'yadi. Lekin oddiy holda suyakda qattiq turadi. Demak, shu bo'shashdimi? Bo'shashgandan keyin 40 kun chilla saqlash degani 40 kunda bu qaytadan qotadi. Yana bir bor 40 kunlik chilla saqlashning yana bitta albatta kerak tarafi, mana buni bo'shatgan, tog'ayni bo'shatgan modda tug'ayotgan ayolning hamma bo'g'inlarini, umurtqa pog'onasini ham xilviratib qo'yadi. Shuning uchun 40 chillaning ichida kichik chilla bor 20 kun. Birinchi chillasi bu juda ham strogi, shuni saqlash kerak. Agar shu paytda tug'gan ayol og'ir bir chelakni suvni ko'tarsa, mana shu yerdagi bo'g'inlari hammasi cho'ziladi. Cho'zilgandan keyin mana bu yelka suyagining boshi chiqib ketadigan bo'ladi. O'ynab qoladi deyshadi xalqning ichida. Sal noto'g'ri qilsa, "Voy, qo'lim chiqib ketadi" deb, bunday qilib o'zim savoradi-da, yuraveradi. Mana bu tos suyagim chiqib bosh chiqib ketadigan bo'ladi-da, yomon holga olib keladi. Yana bitta narsa, buni keyinchalik qaytadan joyiga keltirish juda ham qiyin. Mana bir xil qaynonalar bor, o'lmaydi, men shunday qilganman deb, men turib yurib ketganman, ish qilganman deydi-da. Shuning uchun hamma odamning tanasi har xil. Kimgadir to'g'ri kelgan narsa kimgadir to'g'ri kelmaydi. Kelinning sog'lig'i bu ertaga endi sizning nevaralaringizni onasini sog'lig'i, o'g'lingizni ayoli. Shuning uchun qanchalik bizlar kelinga yaxshi munosabatda bo'lsak, boyaga 40 kunlik chillani aniq ushlasak, olam guliston. Keyin ko'p yerda farzand ko'rgan kelinga uni ota-onasi qovurdoq qilib olib kelishadi. E'tibor bering-da, ko'rishga kelganda albatta issiq ovqat olib keladi. Bu bizning udumimiz, yillar davomida, asrlar davomida kelayotgan narsa. Savol tug'iladi. Nima uchun? Nima uchun aynan shunda qovurdoq olib keladi, issiqlayin kattagan dasturxonda, ha? Endi qarang. Tugun qilib qovurdoq olib keldi. Qarang. Kelin yotibdi to'shakda. Ha? Birinchi 20 kun turmaslik kerak. Turadi faqat tualetga, ovqat yeganda, bola emgizganda. Ha, masalan. Oldiga yotgan kelin oldiga shunday olib kelgan tugunni ochadi, dasturxon bo'ladi. Ichida issiq ovqati bor, nonlari, konfetlari hammasi bor. Qarang-da. Kelinni ovora qilmaslik, qizini ovora qilmaslik. Bizning udumlarning zo'rini qarang-da. Juda ham to'g'ri narsa-da. Aynan shu chilla paytida shuni qilinadi-da. Kam harakat qilsin deganlar. Juda ham to'g'ri. Keyin bir xillarida belini prostina bilan tortib bog'lab qo'yishadi. Albatta agar turmasa bog'lashning hojati yo'q. Keyin demak asosiy narsa bo'g'inlar tug'gandan keyin paylari xilvirab turadi. Shu paytda hech qachon og'ir ish qilish mumkin emas, og'ir narsa ko'tarish mumkin emas. Egilib hovli supurish bu og'ir hisoblanadi. Chunki tana bunday egiladida hamma yukni bel qismi ushlaydi, umurtqa pog'onani. Shu vaqtda bel qismi ozgina siljib chiqib ketadi. Shuning uchun ko'p tug'gan ayollarni ko'p vaqtgacha bel og'rib yurgan. Bel og'rib yurishi ana shundan kelib chiqadi. Demak, albatta 40 kun chilla saqlash kerak. Birinchi kun yotish kerak, asosiy yotish kerak, keyin turib qiladi-yu, lekin og'ir ishni qilmaydi. 40 kundan keyin qotadi. 40 kungacha ehtiyot qilinglar. Xo'pmi? Ehtiyot qilinglar. Hozir sizlar qaynonalar kelinlarni ehtiyot qilsanglar, ertaga sizlarning qizinglarni ham boshqa borgan yerda ehtiyot qilishadi. Qaytar dunyo degani. Shuning uchun mana shu mavzuni bugungi ko'tarishning sababi bizlar ko'p ko'raman, masalan shu bizlarda kelishadi darslarimizga beli og'rigan, bo'g'inlari og'rigan, lekin bunday so'rab qarasak, shunaqa qilish kerakmidi? Voy, men bilmas ekanman deyshadi ayollar. Shuning uchun albatta 40 kunlik chillani albatta ushlash kerak. Bu ham meditsina tarafidan, ham bizlarning ko'pdan buyon kelayotgan udumlarimizda hamma narsa bor. Yana bitta qiziq narsa borda, adashmasam vodiyni qaysi ham bir rayonidan oblastida
tug'ruqxonadan kelinni onasi kelib olib ketadi. Uyga borib, uyda qirqini chiqarib, undan keyin olib kelib beradi. Shu udim juda zo'r narsa. Nima uchun deganda, kelin baribir qaynonasining uyida yotolmaydi. Qaynonasi kelib uyini pilisos qilsa, daqsa uyaladi. Kelin o'rnidan turib ketaveradi-ku, to'g'rimi yo'qmi? Bir kuni darsda bunday bo'ldi. Dars o'tyapman, shu 40 kunlik chilla haqida aytyapman. Bitta ayol o'rnidan turdida, Shavkat aka yo'q dedi. Men onasiga yubormayman kelinimni dedi. O'zim qarayman dedi. Voy, bivaring, yo'q, yubormayman, o'zim qarayman, yotqizib qo'ymayman, turg'izmayman dedi. Oradan 1 yil o'tdi. Yana dars beryapman, yana shu ayol keldi, o'tirib, yana 40 kunlik chilla haqida gapiryapmanda, ota o'tirgan ayol aytadi: "Yo'q" dedi, "Shavkat aka, men kelinimga o'zim qizimdek qarayman. Men o'zim qarayman, yaxshilab qarayman" dedi-da, o'rnidan narigi ayol o'rnidan turdi. "Ho, menga qara" deydi-da, o'laqa. Qo'pol gapiradigan ayolda. "Menga qara" deydi. 1 yil oldin deydi, "Men Shavkat akaning gapiga kirmasdan deydi, kelinimni olib qoldim deydi, o'zim qaradim" deydi. "Kelinim, bechora kelinim, yotgan yerida shunaqa xijolat bo'ldi" deydi. "Kiryapman, pol artaman, olovlarni qilaman" deydi. "Meni o'rnidan turib ketaveradi, o'rnidan turib ketadi, yotqizaman, urishib yotqizaman, u yana turib ketadi, ko'chada hovli supursam chiqib hovli oladi, ikkalamiz yana naqa qilamiz" deydi. "Har gal mashaqa qilganda Shavkat akani esladim" deydi. "Nega aytganlarga kirmadim" deydi. "Mana hozir yana bitta kelinim tug'ay deyapti" deydi. "Ujja qo'ynatasi aytib qo'ydim" deydi. "Xudoga aytib qo'ydim" deydi. "O'zim olib chiqib uyingizga olib borib beraman, o'zingiz qaraysiz" dedi. Voy, shunaqa xursand onasi deydi. Nima uchun? Onasini uyida qizi yotsa, bemalol tol-toyib yotaveradi. Uyalmaydi ham, to'g'rimi yo'qmi? Onasi qizini tushunadi, hech qachon qizini qiynamaydi. Qizi ham bemalol yotib 40 kun boqib berar ekan vodiyda. 40 kundan keyin olib kelib berar ekan. Navarasi ham katta bo'ladi, onasi qarab beradi o'zi naqasiga. Ham ular ham mehrga to'yib oladi navarasiga. Shuning uchun rosa zo'r udim ekan, vodiyni qaysi ham bitta rayonidan, oblastda shuni qilar ekan, juda ajoyib. Qani edi shuni butun O'zbekistonda, butun yer yuzida shu udimni qilishsa, zo'r bo'lardi.